kanalimiz a'zolari, yaxshimisizlar? Bugun 13-iyun. Biz qulpinoylarni terdik, xudo xolasa. Kalibrovkalar. Xudo xolasa juda ham zo'r, transportabilniy, qattiq. 11-kun terganimizda 5 kilo chiqdi. Hozir примерно 7-8 kilo atrofida chiqdi. Ya'ni ko'payyapti. Hozir setkani yopamiz. Hayit kuni kuchli shamolda stoykalarimiz bukilib sinib ketadi. Taxtalari yoki temirlari bukilib ketadi. Shuning uchun ustidan yopib turibmiz. Hozir yana yopib beramiz. Bu yerga oziqalarni berganmiz. Suvlari qo'yilgan, taylari nam. Juda chiroyli holatda kelyapti mana. Bugun kechki salqinda tripsiga bitta ishlov berib yuboramiz. Shu yangi haftaga tanoblarini bitta tozalaymiz, o'tiga qo'shib yana ungacha stoykalarni qo'yib tepadan setkani yopib qo'yamiz. Maqsad bu yerdan shu sentyabr oyigacha hosil olish. Undan keyin ham olsa bo'ladi. Undan keyin yerni bir qator tozalab, begona o'tlarni ildizigacha terib yuboramiz, ya'ni g'umbeylarni. Mana shu tepa taraf tepagacha polniy kabrillo ekiladi. To'g'risi bu teplisida ham kabrillo o'shunda jami maydonim 20 sotik bo'ladi. Bu yer teplisa qilinmaydi. Imkoniyatdan kelib chiqib balagan qilib yuboramiz. Ertaroq pishirish maqsadida. Bug'orlari boshqatdan olinadi. Bu oddiy agatda o'tini tozalab turib, shunda qora salafan yopib qo'yilgan joy bu yer. Erta bahorda qora salafandan chiqarib qo'yganmiz. Oddiy, adashmasam 0,3 ming shunaqa mikron deya salafan. Har holda ancha hosil beryapti azizlar. Mana shu joyimda 2000 ta ko'chat bor edi. Endi orada o'lganlari bor. 1800 ta, 1900 ta ko'chat qolgan. Hozirgi kunda qulpinoylarimiz narxi o'zimizda Andijonda 120 ming beryapman. Xuddi shu holatda. Kafelar bo'lsa xuddi mana shunaqasini 150 ming qilib beryapman. Endi ko'payganda Alloh nasib qilsa chiqadi. Hozirgi kunda xuddi shu narx 120 ming, 130 ming so'm. Holatidan kelib chiqib. Hani bugun ko'ramiz 7-8 kilo qulpinoy bor. Shunaqa. Ko'chatga zakas olamiz azizlar. Bitta bu yerda emas, teplisada ham tanobim ko'p. Beton quyuvdim, hali ustiga setka yopmadim. Mana endi yopib boramiz, chunki stress olishni boshlayapti. Bugun kechki salqinda Alloh nasib qilsa setkasi tayyor turibdi, yopib qo'yamiz ustiga. Kabrillo ko'chatga zakas olamiz. Narxlari 3000 so'm bo'ladi. Stabilniy narx bu. Birargida 5000 dan ham sotyapti. Eshitishim bo'yicha elektrikali kaseta, torf, perlit aralashtirib chiroyli qilib ko'chat tayyorlab beramiz. Avgustga tayyor bo'ladi ko'chatlar azizlar, yozaverasizlar. Like